Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Bugun 26-aprel 2025-yil Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Xonqiz qishlog'i, Oqoltin mahallasida Jamolov G'ulom hoji tog'ani o'g'li Ahmadjon aka, tegirmonchi Ahmadjon akasi Hammatani shu xonadondan ulamalarni davom ettiryapmiz. Ko'k payvandlarini endi hozir Lamborghini ulab bering dedi. Lamborghini ulayapmiz hozir. Mana endi o'sha Lamborghinining o'sha nodasini kerak bas joyini olib tashladim. Endi bu yerdan kesdim mana endi. Hozirgi paytda juda ham bir yaxshi ketadi uzun ulamasi. Tepadan boshlaymiz, mos keladigan joyini topamiz. Mana o'zi mos keldi mana shu yer. Mana bu bir-biriga to'g'ri kelsa juda yaxshi bo'ladi. Bu keyingisini kesamiz ekan. Mana keyingini kesdim. O'sha keyingi nimasi to'g'ri keldi. Mana qo'ltiqni o'dan olib tashlaymiz. Mana shu bayni ham olib tashlasak bo'laveradi, bizga xalaqit qiladi. Endi mana buni birinchi navbatda ulashdan oldin o'sha uchki qismini o'rab bog'lab olmasak, bu yerdan parlanish kuchayib ketadi. Shuning uchun parlanishni kamaytirish uchun ulamani yaxshi olishi uchun mana uch qismini bog'lab qo'ydik. Endi mana ko'ring, kurtekka qarama-qarshi qilib qo'yamiz. Juda ham hozir to'g'ri keldi. Pichoqni nihoyatda o'tkir qilib chaqlangan. Yo'ndi. Ikki tomonini yo'nyapman, o'ttaligi bahorgi iskana payvandga o'xshatib. Mana endi bir tomoni sal ingichkaroq bo'lib yo'nilishi ham mumkin, yoki ikkovi tomoni barobar yo'nilishi mumkin. Endi buni yoramiz. Mana o'sha yo'nilgan joy taxminan bir 2 sm, 2,5 sm bor. Kurtekka qarama-qarshi qilib kurtekni qo'yamiz. Ikki tomoni to'g'ri kelsa yana ham yaxshi. Agar ikki tomoni to'g'ri kelmasa, o'sha bitta tomoni qo'zaga to'g'ri kelib qolsa, yaxshi olaveradi. O'sha polietilen paketlardan kesib olganmiz, juda ham mayin. Endi mana shu yerda mana yaxshilab bir 2 marta, 3 marta yaxshilab tortib o'rab olganda o'zi mahkam qisib ushlab qoladi. Keyin bemalol o'ralaveradi. Keyinchalik biz semirishni boshlaydi. O'sib taxminan shu 15 kun, 20 kunlar ichida mana shu joyini, mana shu polietilen lenta qisadi. Semirgan sayin qisib qoladi, ichiga kirishni boshlaydi. O'shanda bu o'zi ular payvand ham ancha o'sib qolgan bo'ladi. Shuni lezvo bilan kesib olib tashaladi bu polietilen paketimizni, lentamizni. Shunaqa qilib mana ulab qo'ydik, uzumni tayda ekan, salqin joyda ekan, o'zi yaxshi ko'karadi bunaqa joylarda. Opto joylarda ham hozirgi paytda bahorda bo'laveradi. Bahor payti hozir havo musaffo, juda ham kun issiq emas. Mana ko'k ulamalarimiz davom etyapti, hurmatli o'rtoqlar. Hozir kober ulamalarimiz ham bor. Mana koberning nodasi ham bor bizda. Kober ulaymiz. Hamda shu Lamborghini navlaridan ulaymiz. Murojaat qilaverasizlar, payvand qilish kerak bo'lsa. Mana shu may oyi ichi ham payvand qilsa bo'laveradi, lekin qancha kerak vaqtliq havo musaffoligida kun isimay turib ulanganlari yaxshiroq o'sadi. Lekin iyun oyiga ham o'tkazib ulaganmiz. Iyun oyiga qoldirmagan ham yaxshi. Lekin qoladigan bo'lsa, o'sish bo'ladi. Sal kamroq o'ssa ham kaltayini pishirib olsa, keyingi yilga rosa boqqa chiqib ketadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.